Tilla olmami? Olma tillami nima bu? Bu Ushlab ko'rishga ham qo'rqaman. Yo'q, bemalol ushlab ko'ravering. Bu olimni o'tgan 17 yil bo'ldi. U tashlandi, uyda hech kim bormasdi, sandiqning ichiga qolgan ekan. Yo'q. Changini artib, tozalab. Rakatsani siz bilgansiz, to'g'rimi? Dashnadi. Siz. Oddiy narsa olib kelmadim-da, aka. Vallahi hayratdaman, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Toza tilladan, nuriy toza tilla ekan. Bu menimcha kimdir bu yasagan mana boy bo'lib ketgan anaqa qarindoshlar bor ekanda, o'shalar yasab qo'ygan, keyin sizga tashlab ketgan. Amakam o'shanaqa konda ishlardilar-da, balki shundan qolgan. Bilmadim, sandiqdan topganim shu bo'ldi deb qidirib. Uxdi. Qancha? 9 million 190 million emas. Mag'li. Aka, sizga 10 millionni sovg'a qilib tashlab ketaman. 10 million? Ha. Yo'q, Ishon. emas. Shunga rozi bo'lsangiz bo'ldi. Yo'q, men roziman. Bo'ldi, rozimisiz? Yo'q, конечно, roziman voy. Rost bo'ldi. Tushimda ham ko'rmagan, menga hozir sanab ko'raman-da, shunaqa pul shu qo'lichi bittaman. Men sizga sanab beramiz. Mhm. Sanatasayu. Tilla olma uchun 900 million olib ketyapman. Oy, dot, belim og'rib ketdi, buni ko'tarib. Oga qarang. 100 million, 50 million. Hop. 200 million, 300 million, 400, 500 da, yana bitta 400 million. Necha bo'ladi? 900 million bo'ladi, to'g'rimi? Tamam, 500. Как раз yo'l kerak. Qamasmanga. Aka, men hozir borib buvimni sandiqlarini boshqatdan titaman. Sandiqni olib keling, keyin birga titamiz. Topganimni hammasini olib kelib beraman aka, rostdan ishoning. Pul taxlashga usta ekansiz, ko'rib turibman. Birinchi marta taxlayapsiz. Rahmat, omon bo'linglar. Sog' bo'ling. Mayli, yaxshi yetib oling, aka. Bizda zo'r maqollar bor. Oltin olma, duo ol deyshadi bizni. Oltinni ham, duoni ham chotki qilib olib qo'yamiz.